Bu bir videoda matn yozadigan, rasm chizadigan va video yasaydigan barcha sun'iy intellektlarni ko'rsatib chiqaman. Internetda men sun'iy intellekt bilan tayyorlagan mana bu videolarni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, shu videolarni tayyorlashda qaysi sun'iy intellektlardan foydalanganimni va ulardan umumiy qanday foydalanishni bilib olasiz. Hammasini yaxshi tushunib olishingiz uchun birinchi sun'iy intellekt nimaligini tushuntirib bersam. Sun'iy intellekt bu kompyuterni inson aqliga xos vazifalarni bajarishiga aytiladi. Oddiy qilib tushuntirsam, matn yozadi, rasm chizadi, videolar generatsiya qiladi. Biz kontent yaratishda asosan 3 xil turda sun'iy intellektlardan foydalanamiz. Matnlar yozish, ya'ni ssenariylar yozish uchun, rasmlar generatsiya qilish uchun hamda qilgan rasmlarimizni video holatga keltirish uchun foydalanamiz. Unda keling, bizga kerak bo'ladigan barcha sun'iy intellektlar bilan birma-bir tanishsak. Birinchi sun'iy intellektimiz bu ChatGPT. Siz o'sha bilgan ChatGPT. ChatGPT sun'iy intellektiga kirishimiz uchun Google yoki Yandex qidiruv oynasidan GPT so'zini yozamiz. ChatGPT AI ga kirgan paytimizda taxminan shunaqangi oyna ochiladi. Biz undan foydalanishimiz uchun birinchi bo'lib unga o'zimizning shaxsiy hisobimizni ochishimiz kerak bo'ladi yoki tayyor shaxsiy hisobga kirishimiz kerak bo'ladi. Bizda YT yoki registratsiya qilish tugmalari turadi. Menda hozir tayyor hisob bo'lgani uchun kirish tugmasini bosaman. Kirayotgan paytda siz yangi hisob ochasizmi yoki avvalgi hisobga kirasizmi? Tavsiya qilaman Google hisobdan kirishni. Ya'ni Google hisobingiz orqali kirsangiz, sizda boshqa devicelarga o'tgan paytingizda yoki boshqa telefoningizdan yoki boshqa qurilmadan foydalanganingizda foydalanish juda ham qulay bo'ladi. Mana ChatGPT sun'iy intellektimizning umumiy interfeysi. Bu yerda biz oldingi bergan qidiruvlarimiz yoki oldingi ishlagan oynalarimizni topishimiz mumkin va undan tashqari bu yerda yangi oynani ochishimiz mumkin hamda bu yerda ChatGPTning modellaridan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda hozir menda ChatGPT 4o modulda turibdi. Undan tashqari O3, O4 mini, O4 mini high va boshqa modellar bor. ChatGPT sun'iy intellekti odatda matnlar yozish, qidiruvlar qilish, kodlar yozish uchun juda ham qulay sun'iy intellekt hisoblanadi. Biz bunda ko'proq ssenariylar yozamiz, promptlar yozamiz va rasmlar ham generatsiya qilishimiz mumkin bo'ladi. ChatGPT sun'iy intellektimizni obuna narxlariga keladigan bo'lsak, siz uni bepul holatda ishlatishingiz ham mumkin. Undan tashqari siz oylik plus obunasi va hamda pro obunalarni sotib olishingiz mumkin. Plus obunasi $20, pro obunasi esa $200 hisoblanadi. Pro obunasi ko'proq jamoalar uchun, plus obunasi umumiy bir kishi uchun foydalanishga qulay bo'ladi. Bitta ChatGPT hisobida siz 4 ta device'da, 4 ta yoki 5 ta device'dan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni sizda planshet, telefon va kompyuter bo'ladigan bo'lsa, bitta hisobni barchasiga ochib qo'yib ulardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Umumiy mana shu yerda biz ChatGPT ga savol berib, undan foydalanishimiz mumkin. Keling, sodda bir savol berib ko'ramiz. GPT ning nima ekanligini bitta gapda tushuntirib ber. ChatGPT sun'iy intellektni boshqa sun'iy intellektlardan eng qulay tomonlardan biri bu o'zbek tilini juda yaxshi tushunishi hamda o'zbek tilida juda yaxshi javob berishi. Mana javobni ko'rishingiz mumkin. GPT bu matnlarni tushunish va yaratish qobiliyatiga ega sun'iy intellekt moduli bo'lib, inson kabi muloqot qilishga mo'ljallangan. Navbatdagi sun'iy intellektimiz esa bu Midjourney. Midjourney bu OpenAI kompaniyasiga tegishli bo'lgan sun'iy intellekt moduli bo'lib, u rasmlar generatsiya qilish uchun foydalanadi. Keling, Midjourney sun'iy intellekt bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, Google yoki Yandex qidiruv oynasida bunda ham Midjourney so'zini yozamiz. Mana chiqib keladi. Midjourney ga kirib, o'z hisobimizni ochamiz. Midjourney ga kirgan paytimizda taxminiy shunaqangi oyna ochiladi. Bu yerda siz yangi hisob ochishingiz, bor hisobga kirishingiz hamda Explorer oynasi, ya'ni bu yerda generatsiya qilingan rasmlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Keling, yangi hisob ochishdan oldin Midjourney da generatsiya qilingan rasmlarni ko'rsak. Explorer oynasiga kirgan paytimizda Midjourney da qilingan ishlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turibsiz, bu yerda oddiy qalamda chizilgan rasmdan tortib realistik holatdagi rasmlargacha generatsiya qilingan. Biz keyingi darslarimizda xuddi shunaqangi rasmlarni Midjourney da qanday generatsiya qilishni ham ko'rib chiqamiz. Keling, endi esa Midjourney sun'iy intellektda o'z sahifamizni qanday ochishni ko'rib chiqamiz. Siz oldin sahifa ochmagan bo'lsangiz, sign up knopkasini bosasiz. Agarda sizda bor sahifa bo'ladigan bo'lsa, login ni bosasiz. Bunda ikkita variantda biz hisob ochishimiz mumkin. Google hamda Discord orqali
Tavsiya qilaman, soddaroq bo'lish uchun Google dan foydalansangiz ham bo'ladi. Discord hisobda biroz foydalanishda noqulayliklar bor. Midjourney interfeysi emas, alohida Discord interfeysdan foydalanishga to'g'ri keladi. Shuning uchun biz Google hisob orqali kirib Midjourneyning o'zini interfeysidan foydalanamiz. Mana biz hisobimizni ochib oldik. Endi Midjourneyni umumiy to'lovlari haqida gaplashsak. Midjourneyda bepul tarif yo'q. Biz undan foydalanayotgan paytimizda asosan sotib olib foydalanishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun mana Manage Subscription joyi bor. Subscriptionga kirgan paytimizda mana bir nechta planlar bor. Xo'p, birinchisi bu basic plan, keyingisi standart va pro planlari. Bular oylik va yillik turga bo'linadi. Bazaviy o'sha eng sodda planimizda, tarifimizda oyga siz $10 to'lab foydalansangiz bo'ladi. Standart planda esa $30, pro planda esa $60 to'lab foydalansangiz bo'ladi. Menda ko'rib turganingizdek $10lik reja aktiv, undan tashqari mega plan bor katta jamoalar uchun, bu $120. Bu oyga $10 to'lab foydalanish mumkin. Agarda siz yillik sotib oladigan bo'lsangiz, unda bu arzonroqqa aylanadi. 20% skidkada $8 oyga aylanish mumkin. Midjourney sun'iy intellekti hozirgi vaqtda rasmlar generatsiya qilish uchun juda ham qulay sun'iy intellektlardan biri hisoblanadi. Bunga raqobatchi bo'layotgan sun'iy intellektlar juda kam hozirgi vaqtda. Misol uchun bu yerda siz undan qilingan ishlardan ba'zilarini ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda bitta rasmni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana unda yozilgan promptlari, rasmning umumiy holati ko'rinib turibdi. Navbatdagi tanishadigan sun'iy intellektimiz bu Freepik AI. Freepik platformasi dizaynerlarga juda ham yaxshi tanish platforma hisoblanadi. U yerda dizaynerlar o'zlari uchun kerakli resurslarni olishlari mumkin bo'lardi. Hozirgi paytda u o'zining AI modulini ham ishga tushirgan va siz nafaqat rasmlar yoki boshqa narsalarni qidirishingiz yoki endi u yerda o'zingiz uchun kerakli bo'lganlarni generatsiya qilib olishingiz ham mumkin. Keling, Freepik AI ni ham ko'rib chiqamiz. Yana qidiruv oynamizga Freepik so'zini yozamiz. freepik.com kirgan paytingizda shunaqangi oyna ochiladi. Get start for free turibdi. Siz ya'ni bepulga foydalanishingiz ham mumkin. Faqat cheklangan miqdorda sign in orqali o'zimizni bor hisobimizga kirib olamiz. Marhamat, men o'zimning shaxsiy hisobimga kirdim. Kirgan paytingizda mana shunaqangi oyna ochiladi. Freepikning asosiy faoliyati dizaynerlar uchun oldin premium resurslar berish bo'lgani uchun bu yerda biz turli xil premium resurslarni ham ko'rishimiz mumkin. AI modullaridan foydalanish uchun mana bu yerda AI assistant yoki o'lchamlarni almashtirish va hokazo AI modullarini ko'rishimiz mumkin. Keling, buni ko'rib chiqishdan oldin Freepikni tariflar bilan tanishib chiqsak. Mana bu yerdan subscriptionga kiramiz hamda tariflar, mana upgrade plan и view all plans. Hamma tariflarni ko'rish uchun shu yerga o'tamiz. Freepikda oylik hamda yillik tariflar bor. Boshlanishi Essential, Premium, Premium Plus va hokazolar. Bunda yevroda hisoblaydi. Hozir yillikda turibdi. Mana oylikka o'tkazgan paytimizda oylik 6 yevrodan boshlanadigan tarif ekan. Bu yerda sun'iy intellektdan foydalanish uchun 7000 ta kredit beradi. Ya'ni kredit bu bitta rasmni yoki bitta videoni generatsiya qilish uchun foydalaniladigan tokenlar, ya'ni qanaqadir Freepikning o'zini mablag'lari hisoblanadi. Va premium tarifi 15 yevro, premium plus esa 34 yevro bo'ladi. Odatda premium tarifidan foydalaniladi 15 yevroda, chunki 18000 ta kredit sizga bir oyda o'rtacha hisobda kontent yoki rasmlar generatsiya qilish uchun yetarli bo'ladi. Endi esa keling Freepik AI ning imkoniyatlari bilan qisqacha tanishib chiqamiz. Mana bu yerda Explore oynasida unda qilingan ishlarni ko'rishimiz mumkin. Xuddi Midjourney kabi bunda ham o'sha Explore oynasida qilingan ishlarni ko'rsatib turadi. Va biz nimalar qilishimiz mumkin? Rasmlar generatsiya qilishimiz mumkin, videolar generatsiya qilishimiz mumkin, qilingan rasmlarni qaytadan generatsiya qilib ko'rishimiz mumkin, oddiy sketchlarni rasm holatiga o'tkazishimiz mumkin, sifati yomon bo'lgan rasmlarni sifatini oshirishimiz mumkin, hamda o'lchamida muammo bo'lgan videolarni ham sifatini oshirishimiz, rasmlarni ham o'lchamlarini o'zgartirishimiz, hamda rasmdagi keraksiz obyektlarni, orqa fonlarni o'chirib tashlashimiz va hokazo maqsadlarda foydalanishimiz mumkin bo'lar ekan. Bu yerda siz Explore'da o'zingizga qiziq mavzular bo'yicha ham ko'rishingiz mumkin, albatta eng top ishlarni. Misol uchun sinematikka o'tadigan bo'lsak, bu yerda sinematik kadrlarni, kinoga doir bo'lgan kadrlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Illustrationga o'tadigan bo'lsak, illyustratsiyalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yoki da produktga o'tadigan bo'lsak, mahsulotlar bilan qilingan dizaynlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Freepik ham Midjourney kabi qilingan ishni
bizga promptlarni ham ko'rsatib beradi. Bu o'sha ishdan ilhomlanib foydalanishimizga yordam beradi. Navbatdagi ko'radigan sun'iy intellektimiz bu Leonardo AI hisoblanadi. Mashhur rassom Leonardo da Vinci nomiga nomlangan Leonardo AI. Buni ham qidiruv tizimimizga kirib, Leonardo yozadigan bo'lsak, Leonardo AI chiqib keladi. Mana kiramiz va Launch App orqali sahifamizga kiramiz. Menda o'sha yana Google hisob orqali kiraman. Sizga ham Google hisob orqali kirishni tavsiya qilaman. Sun'iy intellektimizga kirgan paytimizda unda ham o'zini imkoniyatlarini ko'rsatib beruvchi Explore oynasi va imkoniyatlar haqida ma'lumot beruvchi oynalarimiz bor. Bu yerda mana uni nimalar qilishini ko'rishimiz mumkin. Rasmlar generatsiya qilishi, rasmlarni sifatini oshirib berishi va hokazo imkoniyatlari bor. Bu yerda esa Leonardo tomonidan qilingan ishlarni ko'rishimiz mumkin. Foydalanuvchilar Leonardoda mana shunaqangi ishlar generatsiya qilishgan. Bunda kirgan paytingizda sizga 150 ta kredit beradi tokenidan. Bu kunlik foydalanish uchun. Shu orqali siz foydalansangiz bo'ladi. Upgrade'ga kirib, tariflar bilan tanishsak bo'ladi. Yillik tariflar va oylik tariflari bor. Yillik tariflari biroz qimmatroq, oyliklar arzon, lekin har oy to'lashingizga to'g'ri keladi. Free tarifi bor. Free tarifida kunlik 150 ta token beradi. Pulli tariflarda esa 12, 30, 60 dollarliklari bor. 12 dollarligida 8,5 mingta, 30 dollarligida 25 mingta, 60 dollarligida esa 60 mingta token berar ekan. Ya'ni har bitta token sizga rasmlarni generatsiya qilishingiz uchun kerak bo'ladigan pul mablag'i singari narsa hisoblanadi. Ortga qaytamiz va Leonardoning imkoniyatlarini ko'ramiz. Leonardo ham Midjourney va FreePik singari har bitta o'sha Explorerda qo'yilgan ishlarni, promptlarni ham ulashadi. Deylik, mana bu ish bizga qiziq tuyuldi. Unga kirsak, mana unda foydalanilgan prompt, u qachon generatsiya qilingani, o'lchamlari va hokazolarning barchasini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Navbatdagi tanishadigan sun'iy intellektimiz bu Runway hisoblanadi. Runway videolar generatsiya qilishimiz uchun juda ham optimal variantlardan biridir. Unga kirish uchun qidiruv oynamizga Runway so'zini yozamiz. Mana bu yerdan kiramiz. Bu yerda uning imkoniyatlari haqida qisqacha, unda qilingan ishlar haqida qisqacha ko'rsatilgan. Get Started orqali biz hisobimizga kirsak bo'ladi. Runwayning tariflariga to'xtaladigan bo'lsak, mana bu yerdan o'tib, barcha tariflarni ko'rsak bo'ladi. Bunda ham oylik va yillik tariflari bor. Oylik tariflari ichida eng birinchida free modul turibdi. Bunda bepul siz 125 ta kredit olishingiz mumkin. Faqat bu kunlik emas, bir martalik. Standart tarifida esa 15 dollar sizga bir oy muddatga 625 ta kredit beradi. Proda esa 35 dollar. Unlimited bor, 95 dollarga siz chegarasiz holatda foydalanishingiz mumkin. Albatta siz ko'proq video kontentlar bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, unda Unlimited moduldan foydalanishingiz yoki Pro tarifidan foydalansangiz ham bo'laveradi. Ba'zi holatlarda Runwaydan foydalanaman desangiz, unda 15 dollarlik tarif ham sizga yetishi mumkin. Runwayda ham bir nechta modullari bor. ChatGPT singari Gentor moduli, Gentor Turbo va hokazo modullari bor. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Navbatdagi tanishadigan sun'iy intellektimiz bu Hydra AI bo'lib, men videolar tayyorlashda ko'proq Hydradan foydalanaman. Hydraga kirish uchun qidiruv tizimiga kirib, Hydra so'zini yozamiz. Kirganimizda mana shunaqangi oyna ochiladi. Va login orqali bor sahifaga kirishimiz, sign up orqali yangi hisob ochishimiz mumkin bo'ladi. Google orqali hisobimizga kiramiz. Hisobga kirganimizda mana shunaqangi oyna ochiladi. Hydrani tariflar bilan tanishadigan bo'lsak, unda ham bepul tarifi bor. Unda siz oyiga 300 ta kredit olishingiz mumkin. Basic tarifi bor 10 dollar, Creator bor 30, professional 75 dollar bo'ladi. Basic tarifida sizga 1000 ta kredit beradi, Creatorda esa 30 dollarga 4000 ta kredit beradi. Hydra qanaqa imkoniyatlarga ega desak, u boshqa AIlar singari video generatsiya qiladi. Uning eng qulay tarafi esa personajlarni gapirtirish uchun ishlatiladi, ya'ni lip sync uchun ishlatiladi. Siz ma'lum bir video va rasm bilan prompt bersangiz, o'sha rasmingizni o'sha audioga moslab gapirtirib beradi. Unda ham bir nechta modullar bor. Hydra Character 3, Veo 2, Minimax, Kling Pro 6.
Bular o'zlari alohida AI'lar, bularni ham modullari Hedrada bor. Siz shu modullardan ham Hedra orqali foydalansangiz bo'ladi. Hedra Character 3 da esa siz personajlarni gapirtirish uchun foydalanasiz. Navbatdagi ko'radigan sun'iy intellektimiz esa bu Sora hisoblanadi. Sora ham ChatGPT singari OpenAI kompaniyasiga tegishli bo'lib, unga shaxsiy hisob ochib kirish uchun ChatGPT orqali kirsak bo'ladi. Albatta, siz Soradan foydalanishingiz uchun ChatGPT Plus obunasini sotib olgan bo'lishingiz kerak. Mana bu oynamiz orqali Sora knopkasini bosamiz va bizni Sora sahifamizga o'tadi. Unda ham Explorer oynasi ochiladi, ya'ni siz Sorada qilingan generatsiya qilingan ishlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Sora nafaqat rasmlar, balki videolar ham generatsiya qilish uchun foydalaniladi. Darsimizda ko'rdingizki, bir nechta AI'lar ham bir xil bir-biriga o'xshash vazifalarni bajarishi mumkin. Faqat ular ba'zi sohalarda maxsus imkoniyatlarga ega. Sizning vazifangiz maqsadingizga mos AI'ni topib, undan foydalanish bo'ladi. Bugungi darsimizda siz sun'iy intellekt nimaligi va siz uchun kerak bo'lishi mumkin bo'lgan 7 ta AI bilan tanishdingiz. Keyingi darslarimizda esa bu platformalarni chuqurroq o'rganamiz. Keyingi darsimizni ko'rish uchun ekranda chiqqan playlist ustiga bosing.